Hozirgi holda mehmonxonamizda 140 ta xona bor. 140 ta xonalar ichida pastisi, hozir men sizga aytaman, 70 ta xonamiz deluxe xona desangiz to'g'ri bo'ladi. Prezident xonamiz bitta bor. Undan tashqari standart xonalarimiz ham juda kichkina emas. Hammasi ishlovga bir deyarli ishlab bo'ladigan xonalar, hammasi. Hozirgi kunda mana mehmonxonamiz ichida spa bor. Spa majmuasida turistik hammomni qo'yganmizlar. Undan tashqari Yaponlarni olib kelib massajni salon ochganmizlar. Yaponiyaliklar massaj salonida ishlab turibdi. Massaj saloni. Yaponiya qanaqa fuqarosi. O'zi massaj salon qilyapti pastda. Trenajyorni zalimiz bor. Marhamat, ishchilarga ham bizlar ishoning, mana bu yerda ba'zi joylarda eng arzoni 2 million so'm Toshkentda trenajyor zal. Shunday. Bizlarda tashqaridan keling 300 ming so'm bilan bir oy trenirovka qiling. 300 ming so'm. O'sha 300 ming so'm ichida kirib hammomga ham kiring, spaga ham kiring. Mana sizga imkoniyat. 300 ming so'm atigi. Hozirgi holatda konferensiya zalimiz 4 ta bor. Bu yerda ham yonimizda ham sigaret chekadigan joyni yopib tashlab konferensiya qilib tashladik. Ana endi konferensiya zalimiz ham bor. Qolaversa mana bu yerda ana kichkina to'y ham qilib beramiz. Ishchilarga ayting mana. Kichkina to'y programmalarini ham qilib beramiz. Hozirgi kunda mehmonxona 100% ishlab turib, 110 ta kishi mana bu yerda o'z haqqini, o'z rizqini halol mehnat qilib topyapti. Mehmonxonani o'sha payt qiymati, umumiy qiymati yer bilan olganda bir 16 millionlar ketgan. Hozir bu mehmonxonani umumiy narxi 60 million desam ham arziydi. Arziydi. Nega deganda bu yerda biznes plan bor. Bu yerda ishlayotgan mehmonxona. Lekin bizda sotish niyatimiz yo'q. Bizlar albatta mehmonxonani kengaytirish niyatimiz bor. Endi bitta g'oya kelyapti. Yangi Yaponiyada qilgan mehmonxonani O'zbekistonda ham qilaman degan hozir g'oya bilan yuribman. Yaqin orada bir zo'r, Xudo xolasa nasib qilsa, yana bitta siz bilan intervyumizda sizda yangi mehmonxonada o'tirib, o'sha paytda siz bilan yana gaplashadigan niyatim bor, nasib qilsa. Bir yilda где-то agar bizlar umumiy qilib aytganda primerna savdo 45-50 milliard atrofida bo'lsa, undan 12 milliard sof foyda soliqlangan qoladi. Bu juda katta ko'rsatkich. O'zbekiston sharoitida hozir ham harakat qilsa, yaxshi natijaga erishsa bo'ladi. Ishoning, bu O'zbekistonda bunaqa imkoniyat berish, bunaqa sof foyda ko'rish, bu boshqa davlatlarda yo'q bunaqa narsa. Shunday. Ishoning, bunaqa imkoniyatlar, bunaqa sharoitda yaratib bergan yurtboshimiz, prezidentimizga shu minnatdorchilik bildiramiz. Qolaversa, bizlarning yaponlarimiz ham mana shunaqasiga minnatdorchilik bildiradi. Bizlar minnatdorchilik bilan nega deganda, ochiq oydan aytaman, bunaqa sharoit, bunaqa imkoniyatlar yo'q. Bizlar hozir o'zimizni kuchimiz bilan ishlagan, mehnat qilgan pulimiz bilan ikkinchi loyihani boshlamoqchi bizlar. Inshaalloh. O'zimizda ishlagan, mehnat qilgan pulimiz bilan. Inshaalloh. Xudo xolasa. Assalomu alaykum Arslon aka. Assalomu alaykum. Rahmat. Biz mana Inspira S mehmonxonasiga kelib, wow dedik. Juda ham ajoyib, juda ideal qurilgan ekan. Xursand bo'ldik. Juda ham sizga bir ikkita savollar bor edi. Bu sohaga kirib kelish tarixingizga bir nazar solsak, kirib kelish qanaqa bo'lgan? Qiziqishlar, qaysi davlatlarda bo'ldingiz? O'sha haqida bir tanishtirsangiz. Yana bir marta assalomu alaykum, xush kelibsiz. Rahmat. Hop, mana o'zimni tanishtirsam, ismim Umarov Ma'ruf Orifovich. Men o'zim Samarqanddan aslida 2004-yildan beri Yaponiyada yashab kelib, 35 yoshimda O'zbekistonga qaytib keldim. O'zi mana shu o'tirgan hozir mehmonxonamiz ham hayotimning yarmi desak ham bo'ladi. 15 yildan buyon boshidan mehmonxona sohasida ishlab kelyapman. Samarqandda ham turizm kolleji ochilgandan yo'q. O'zim Samarqand turizm kollejida o'qib, bitirib, o'sha yerda diplom olib, keyin 2004-yil Inyazda o'qib turib, universitetni bitirmasdan birinchi kursni bitirib ketgan Yaponiyaga. O'sha payt juda qiyin paytlar bo'lgan. 2001-dan 2003-yillarda men turizm kollejida o'qiganimda, o'sha yerda Germaniyadan mutaxassislar kelib, bizlarga mehmonxonani xizmatlarini ko'rsatgan. Uni rosa ko'rib, mana bu servirovka, stolda mana bu loshka idishlarni qo'yish tartibini ko'rganda men o'zim bir qiziq ekan, qanaqa ekan bu deb qiziqib ketgan.
Qiziqish boshlandi. Ha, qiziqish bor, lekin asli o'zi birinchi qiziqishim bu til bo'lgan. Turizm kollejida men ingliz tilini juda mukammal o'rganib, keyin yapon tilini o'rganishga Vaqt qildingiz. boshlagandim o'rganishni. Lekin qarasam bu xizmat ko'rsatish boshqacha edi. Hali yapon tilini o'rganishni boshlamasdan avval o'sha paytlar Afrosiyob degan mehmonxona bo'lardi Samarqandda. Katta chiroyli mehmonxona. O'sha yerda men ishni boshlagan mehmonxonada. Praktikant sifatida. Esimdan chiqmaydi, ertalab 5 ta kelardik ishga. 5 ta kelib tayyorlash boshlanardi. Shvedskiy stol, zavtrakni. 5 dan 11 gacha zavtrak berib, keyin 1 dan 3 gacha obedda xizmat qilib, keyin soat 7 dan kechasi 11 gacha ujinda xizmat qilardik. Keyin qarasam soat 11-12 bo'lib ketardi. Uyga qayta olmasdim. Marshrutkalar bo'lmasdi o'sha paytda. Keyin majbur bo'lib shu esimdan chiqmaydi, yoshligimizda shu charchab restoranning yonidagi kojenni divan bo'lardi, o'sha yerda uxlab qolardim. Ertalab tursam soat 5. Yana pastga tushib, yuzani yuvib, kiyimlarimizni o'sha payt pastda yuvib berardi. Qizil ko'ylaklarni kiyib, babichka galstukni taqib, yana chiqib ishlardik. Shunaqa qilib bir mehnat nimaligini, mehmonlarni qancha yaxshi mehmonga xizmat ko'rsatsangiz, qancha mehmon xursand bo'lsa, shu ba'zi mehmonlar shunaqa bo'ladiki, bir chevoy berardi, kimdir $1 berardi, €1 berardi. Lekin asosiy narsa mehmondan qanaqadir chevoy emas, mehmonni kulgisini ko'rish. Har xil odamlar bilan jo'ra bilardik. Mehmon bilan qanaqadir bir xizmat ko'rsatib, mehmon xursand bo'lardi. Keyin yana yozib ham ketardiki, rahmat senga deb. Otkritkalar jo'natardi menga uyga Samarqandda o'sha paytlar. O'sha joyda 1,5 yil ishlab, 2004-yil уже Inyazga kirgandan keyin hayot majbur qildi Yaponiyaga borib, yangi hayotni boshlashga, yangi sahifani ochishga. Biz ishlashga borganmiz. Yaponiyaga borib, Yaponiyada o'sha payt o'sha tillarni ham bilgandim. Endi tilni ham o'sha mehmonxona sababchi bo'ldi. Bir kun ishlab tursam, shunday bitta o'zimizni tanishimiz bir 20 kishi bilan, yaponlar bilan delegatsiya bilan kirib keldi. Men ingliz tilini yaxshi bilaman, shunday ingliz tilida ular bilan xizmat qilyapman. U boladan so'radim. Og'ayni bu nima tilda gaplashyapti desam, sanda bu tilni bilish, bularni davlatini emas, aytsam ham baribir bilmaysan. O'sha uchun xizmatini qilver deganda, jahlim chiqib ketgandi. Dedim. Men so'ragan savolimga sen davay xizmat ko'rsatgin degandi. Men jahlim chiqdi. Men shunaqa odatim bor, bir narsaga jahlim chiqsa, keyin bir maqsad qo'yaman-da. To'xta dedim, bular qayerdan ekansam, yaponlar ekan. Shunday zo'r marosim bo'lyapti, bayram bo'lyapti. Men xizmat ko'rsatyapman, shu orqamda borga olov turibdi. Nega mana shunaqa gruppalarni olib yurmayman? Nega mana shunaqa xizmat ko'rsatmayman deb olov yonib turganda. Keyingi kun ertalab esimdan chiqmaydi, borib yapon tilini qayerda o'rgatyapti deb yaponskiy sentrni topganman. O'sha yerda iltimos qilib, shunaqa iltimos qildim, mana olinglar o'qishga deb. U domla ham bir zo'r domla ekan, Yamamoto degan domla ekan, teginga oldi meni. Haqiqatan ham o'qisang men senga o'zim o'qitiraman deb, meni teginga hali student emasman, umuman Inya studenti emasman. Olganda, keyin qaysi anaqada o'qiysan, o'quv muassasasiga kelsa, men turizm kollejining 1-kurs talabasiman desam, turizm kollejiga borib o'sha odam. Men o'sha 2-kurs bo'lganimda 1-kursdan yapon tili filologiyasi ochildi ekan. O'zim birinchi Kamolot yoshlar ijtimoiy harakati o'sha paytlar ochilgandi, Kamolot yetakchisi edim. Qarasam, o'zimizda o'sha domla kelib ochdi, meni iltimos qilib 1-kursga tushib, 2-kurs edim, 1-kurslar bilan tushib, shu yapon tilini ham o'rganardik. Shunday qilib yapon tilini o'rganib turib, ozgina Afrosiyobda ham ishlab, kollejni ham bitirib, xolos yapon tilini mukammal o'rgandim. Mana bu kollejni bitirganimda, Inyazga kirganimda o'sha yapon tilida o'rinim yaxshi edi, 3-o'rinda edi. Keyin shunaqa bir taqdir bo'ldi, Yaponiyaga borib qoldim. Yaponiyaga borsam, butun Yaponiya jamiyati, odamlar ko'p, shunaqa mas'uliyat, shunaqa bir vaqtida punktualnost, ish tartiblari, hayot zvonok bilan, ya'ni qo'ng'iroq bilan ketadi. Ya'ni birinchi qo'ng'iroq soat 10 bo'ldi, 10 minut dam olish. Ikkinchi qo'ng'iroq soat 2:12 bo'ldi. Uchinchi qo'ng'iroq soat 3 da bo'ladi. Oxirgi qo'ng'iroq bu ish yakunlanadi ekan. Mana shunday qilib 2 yil turli xil ishlarda ishladim. Soat bilan. Sohalarda ishlab keyin baribir mehmonxonaga bir qiziq bo'ldi-da, mehmonxonaga shunday rezumeni bersam, meni mehmonxonadan telefon qilib, o'sha paytlar 2006-yillar edi.
chaqirib keling suhbatga dedi. Formula 1 degan mehmonxona edi. Suhbatga borsam dediki, sizda dedi tilni yaxshi bilar ekansiz, yapon tilini ham yaxshi bilar ekansiz. Mehmonxonamiz 100 xona, 100 ta xonasi bor. Sizni yarim stavkaga ishga olamiz deb oldim mana ishga. Yarim stavkada oylikni ishonmaydi hech kim. O'sha payt $800 oylik beramiz degan menga. Yaponiyada hech kim ishonmaydi. Nechinchi yillar? Bu 2006-yil. Bu 2006-yil bubble hamma $2000-$3000 oladi. Menga $800 maosh beramiz degan. Men mehmonxonani shu darajada yoqtirardimki, shunga ham rozi bo'ldim. Menga kerak edi o'sha narsa, mehmonxonada ishlash. 6 oy ishladim. Endi bilasiz, yangi mehmonxonada ishlashda endi yangisiz, o'sha payt ishchilar juda qattiq qaragan menga. Bunaqa qilamiz, yangilanish qilamiz. Qanaqadir front ofisda turib, men shu tik tura olmayman-da, biron narsa qilish kerak. Innovatsiya qilish kerak, yangilanish kerak. Kelayotgan mehmonlarga informatsiyani kengaytirib, ko'paytirib ko'rsatsam, boshqalarga yoqmadi. Boshqalarga kirib obed qilayotganimda уже ozgina davleniya boshlandi. Qanib turchi, bor musullarni yig'ishtir. Tur o'rningdan bor, obed qilyapman men, tur. Yig'ishtir musullarni deb mana shunaqa anaqaga yuborardi obedlar. Hayron bo'lardim. Nega unaqa boshliqlar odam birga bir, yelka ishlamaydi deb daftarcham bo'ladi, qora daftarcham. O'sha paytlarni yozib qo'yardim o'zimga. Oradan 1 yil o'tdi. 1 yilda men baribir o'sha mehmonxona mehmon uchun deb qiladigan ishlarni ko'rsatsam, eng katta rahbarimiz kelganda shuni ko'rib qoldim. Va mana o'sha mehmonxonani birinchi, yana mehmonxona generalniy direktorini birinchi yordami qilib tayinladi. Undan keyin 2 oydan keyin bir fursatdan foydalanib bu kishi Formula 1 Numazu degan joyga ketdi-da, men o'sha mehmonxona rahbari bo'lib qoldim. Qarangchi, o'sha yosh rahbar, 24 yoshga kirganman rahbar, generalniy direktor. Odamlar bilan ishlash men uchun o'sha payt birinchi marta juda ko'p xatolarni yo'l qo'yish, haqiqatan ham yo'l qo'yganman. O'sha xatolarimni hozir tan olaman. Odamlar bilan ishlash, o'sha daftarchamni ochib qarasam, obed paytida birovga tegmaslik. Mana o'zimni obed paytida musulni yig'ishtir deb yuborgan paytlar bo'lgan. Mana shunaqa qonun qilganki, men obed paytida ichlariga tegmaysizlar. Birov yangilanish qilsa, uni yo'liga to'sqinlik qilmaysizlar. Mana shu o'zimdan o'tgan narsalarni o'zimga ish faoliyati qonun qilib qo'ydi. O'sha yerda ishlab birinchi mehmonxona, keyin bilmayman qanaqadir innovatsiya qilib yana ikkinchi mehmonxona ham rahbari bo'lib qoldim. Ikkita Formula 1 Yaponiyada o'zim o'zbek bola bo'lib turib, ertalab majlis qilamiz. Bir 15 ta kishi o'tiradi, Fransiyadan, Amerikadan. Xo'jayin, qayerdan sizlar? O'zbekiston desam, Fransiya sech atali yo'q ekan. Dediki, dedi, men Fransiyadan bo'lib turib, bizning sech atalimizda o'zbek boshqaryaptimi dedi. Endi Yaponiyada doimiy PMJ olganimda, Yaponiyadan pasport olmaysanmi? PMJing bor, yapon tilini yaxshi bilasan degan. Men o'zbekman degan. Men nima qilaman pasport olib? Men O'zbekiston fuqarosiman. Men yaponlar bilan, fransuzlar bilan, amerikaliklar bilan boshqa anaqalarni boshqarayotgan bir o'zbek farzandiman deganman. Nega men o'zimni pasportimdan voz kechib boshqa millat pasportini olar ekanman? Vatanimning pasportidan hech qachon voz kechmayman degan. Mana o'zbekman. Mani qo'limda 1200 ta kishi ishlardi o'sha payt. Hammasi turli xil anaqa bo'lardi. Endi bu bilasizmi, bu qanaqa g'ururlanish? Bu o'zimizga Alloh bergan shunaqa rizqdan bu bir g'ururlanishda, hayotda shunaqa imkoniyat kelar ekan. Lekin bu imkoniyatdan yana to'g'ri foydalanish kerak edi. O'sha payt esimdan chiqmaydi. Yangi loyiha boshlandi Okinavada 2012-yil. Men o'sha paytda Okinawa kichkina orolcha, o'sha orolchaga bu mehmonxonalarni o'sha yangi boshliqlarni tayyorlab berib o'sha yerda borganman. Okinawada borganda 2012-yil o'sha qarasam, yangi noldan mehmonxonani qurgan mehmonxona ochish edi. Bu birinchi meni o'sha payt o'sha 28da men Okinawada borganman. Hayotimda birinchi marta 260 xonali mehmonxonani noldan ochish menga berilgan. Bunaqa imkoniyat Okinawa, men bilmaydigan joy. Okinawaga tushsam samolyotdan, birinchi yaqinda bozor bor ekan. Qarasam, kelib qolinglar. Bozor bor-ku Samarqanddagi, yana chuqur bozorimizga o'xshaydi. Okinawa menga bor-ku o'z vatanimdek tuyuldi-da. Men dedim, bu yer yonimizda faqat bitta tomoni bor, yonimizda dengiz bor-da, plyaj bor. Qolgan hammasi u
Yaponlarga o'xshamaydi okinavaliklar. O'zimizda samarqandlik o'zbekka o'xshaydi hammasi. Keyin o'sha bilan qiziqib, mehmonxonani ochib, o'sha yerda hovli sotib olib, kredit olib, o'sha payt esimdan chiqmaydi, 10 yillik kredit olib hovli olgandim. Keyin hovli olgandan keyin xudo hovli oldik. Endi bir shuncha yil ishladim. Endi bir bu yerda bir kelin olish kerak deb o'sha payt bir yaponkani men xotin qilib olgandim. O'sha payt xotinim hozir ham o'zim bilan Yaponiyadan kelib O'zbekistonda yashayapti. O'sha payt 29 yoshimda o'sha farzandim tug'ildi. O'sha payt keyin mehmonxonani boshqarib 2012-yil Moskvada kelib prezentatsiya qilganimda yana bitta katta korporatsiya meni ko'rib qiziqib, Ma'ruf kelib biz bilan ishla, biz yanada ham globalniy kompaniya. Butun jahonni aylanasan. Sen mehmonxonani ishini yaxshi olib borayotgan ekansan. Ozgina turizmda ham ishla degan. Men bir o'zimni hayotimda qanaqadir yangi islohot, yangi innovatsiya, har kunlik nimadir yangi bo'lmasa bo'lmaydi. Qaradim, dedimki 2012-yil edi, men dedim rahmat sizlarga dedim. Hurmatingiz katta. Men faqat bu yerda yangi mehmonxona ochdim. 2 yil vaqt beringlar, mana shu mehmonxonani yo'lga qo'yaylik. 2014-yil sizlarga o'taman dedim. Va'damga turdim. 2014-yil yangi HIS degan juda katta bir holdingga ishga kirdim. Ishga kirdim. Kirishim bilan meni Vladivostokka jo'natildi. 2014-yil Vladivostokda birinchi marta men uchun Yaponiyadan chiqish edi boshqa davlat. Vladivostokka kelsam 2 soatlik yo'l ekan Tokiodan. Vladivostokda bizlar avia charterni biznes boshlagan bizlar. Srazu vnikatsiya qilib, turlarni qilish, meni asosiy ishim Yaponiya ichini yaxshi bilaman, Okinavani bilaman. Okinavada turlarni qilish, undan tashqari samolyotda o'rinlarini Guam bilan Saypanga yo'l oluvchi samolyotni sotib olib, arendaga olib, o'shani jo'natib yubordik. Ya'ni biletini sotib, to'ldirib jo'natardik. O'shani 1 yil shug'ullanib, o'zim ham shu fursatdan foydalanib Amerikaga bog'liqda u orolchalar. Amerika vizasini olib, birinchi marta men o'sha Guam bilan Saypanga borganman. Shu biznesda turizm biznesini, tur operatorlik biznesini mukammal o'rgandim. Bu 3 yil Vladivostok, Xabarovsk, Yakutiya, Yuzhno-Saxalinsk, xullas butun Rossiyaga yo'l olib, hamma joylarda bir yana mana ishim asosan отдел продажи edi. Ya'ni sotuv bo'limida bizlar Yaponiyani paket qilib sotardik. Keyin Moskvada o'tib, yana 2 yil Moskvada 2017-yilgacha mana shu 3 yil 14dan 17-yilgacha butun Rossiyada ham Yaponiyada mana bu Yaponiyadagi kompaniyalarga tur sotardik, ruslarga tur sotardik. Undan tashqari o'zim ham bir jim turolmayman, ya'ni bo'yna aytgandik. Kompaniya tashkillashtirib Yaponlarga xizmat ko'rsatardik. Bir joydan bir narsa qilib turmasam bo'lmaydi. Men jim turolmayman, shu bir narsa qilib turishim kerak edi. Mike Mira kompaniyasi birinchi o'sha yerda tashkil topgan edi, o'zimning kompaniyam. Keyin 2017-yil уже turizm qanaqadir Rossiyada devalvatsiya rubli bo'ldi. Rubl juda kuchayib ketdi. Odamlar turga bo'lmay ketmay qoldi. Shu bilan qolib ketdi. Men ham Amerikaga yo'l oldim. Birinchi marta Amerikaga borib, Mike Mira Amerika filialini tashkillashtirib, u yerda katta biznesni boshlash uchun kompaniyani tashkillashtirib, o'sha yerda endi boshlamoqchi bo'lsam, telefon bo'ldi Yaponiyadan. HIS kompaniyasidan telefon bo'lib, Ma'ruf, bizlar yangi mehmonxona loyihasini boshlayapmiz. Seni bilamiz, sen mehmonxonachisan. Sen kelmasang bo'lmaydi. Qaytib kel. Biz bilan yangi loyihaga ishtirok qil. Bu gapni eshitgach, men bilasizmi, mehmonxona meni bir yuragim xo'p biladi deb shart biletni oldim, kompaniyani shunday dam olishga chiqarib ketaverdim Yaponiyaga qayta. O'sha yerda 2017-yil Mayhama degan joyda Disneyland, Tokyo Disneyland yonida birinchi Hanna Hotel degan mehmonxonani ochdik. Robot mehmonxonani ochganmizlar. Nishikasai, demak, Maybashi, Shinsai, Osaka, Fukuoka gacha 2019-yilgacha 12 ta mehmonxonani ochdim. 12 ta mehmonxona ochib, o'sha yerdan 1000 kishidan ortiq ishchilar bo'lgan. Qanday baxtli insonsiz. Endi bilasizmi, Yaponiyada bir narsani o'rgandim. Men ish tizimi, odam ish tizimida vaqtga qaramaslik kerak ekan. Odam ishini yoqtirishi kerak. Hayotda ko'p narsa bo'ladi-ki, odamlar o'z ishiga hayotdagi bilasizmi, bizning hayotimizda mazmuni bu yarmi ish bilan bog'liq. Bizning hayotimizda o'zi ish bu. O'sha uchun bizlar ishlayotgan narsamizda kim uchun ishlayapmiz? Nima uchun ishlayapmiz? Nima o'zimizdan qoldiramiz? Birovni baxtli qildikmi bugun degan savolga ham javob berish kerak. Bugun o'tib ketayotgan hayot ekan, daryodek narsa. Bitta insonning yuragini ko'tarib qoldikmi bizlar? Yoki mayli birovga yaxshilik qilmagan ekansan,
o'zingga yaxshilik qildingmi degan savol ham bor-ku. O'sha uchun bilasizmi, mana bu 2019-yilgacha men O'zbekistonda ko'p kelib ketgan. 2012 ham kelgandim. 16 ham kelgandim. Har bir kelganimda o'zgarishni ko'rmaganman. 2017-yil kelganimda ozgina o'zgarishni ko'rdim. O'sha payt prezidentimiz Shavkat Miromonovich yangi prezident bo'lganlar o'zgarish boshlagan. 2019-yil kelsam, aprelda, ishonasizmi, umuman boshqa jamiyatni ko'rgandek bo'ldim. Dollarni bankda almashtirib bo'ladi. Bankda bemalol borasiz, avval yo'q edi bu. Chorni ringi bo'lish kerak edi. Unaqa narsa bu. Yo'q bunaqa narsa, ishoning. Xorijiy kompaniya ochsangiz 100% ulush bo'ladi. Avval yo'q edi bunaqa narsa. Avval xorijiy kompaniya kamida 30% o'zbek fuqarosi bo'lmasdi. Keyin o'ylanib yurardik, nima qilay deb. Uni ko'rib, keyin ketma-ket investitsiya loyihalari bo'layotganini ko'rib, yana o'sha olov paydo bo'ldi. Men dedim, vatanimga kelib, dedim, o'sha Yaponiyada 12 ta mehmonxona ochdim. Vatanimga kelib mehmonxona ochay dedim. O'z yurtimga mana shuncha shu prezident chiqib o'sha payt aytayaptilar, kelinglar, bolalarim kelinglar, vataningga xizmat qil. Qil vataning uchun. Mana shu yerda vatan uchun qilaylik deb, ana shu narsalar har kun televideniya ko'rib, bir hafta turdimda. Qaytdim. O'zbekistondan Yaponiyaga qaytdim. Proyekt bilan qaytdim. O'zbekistondagi yangi mehmonxona loyihasi. Loyihani taqdim qildim. Ishoning, 6 marta taqdimot qilyapman Galamnoy ofisda. 6 marta ham отказ qilyapti. Keyin 6-marta ozgina nima desam, menga shunaqa bitta yo'nalish bo'lmadimi, planingiz bo'lmadimi? Planni sindirish emas, planni ichini o'zgartirish kerak degan shu anaqa borda o'zimda. Ikkita yo'nalishni qo'ydim yo'limga. Bittasi Yaponiyani ichida o'zimizning ishxonamiz ichida 17 ta o'sha paytda mehmonxonamiz bor. Tozalash kompaniyasini tashkillashtirish va bitta kompaniya bilan 17 ta mehmonxonani ichida tozalovchi ishchilar guruhini jo'natish. Bu birinchi planimda. Ikkinchi proyektim O'zbekiston Respublikasi ichida yangi investitsiya loyihasi bo'yicha 20 million ichida mehmonxona qurish edi. 6 marta qilib o'tmaganimda bir xafa bo'lib tursam, eng katta rahbarimiz yonimda turib, o'sha rahbarimiz oldida doim o'tsam, men Samarqand, Registon, Samarqand deb o'tganman. Keyin meni yonimdan o'tib, qiziq bo'ldi-da, meni qarab, Ma'ruf yaxshimisan? Qanday Registon deb, o'sha Registonni u so'rayotgan bo'ldi. Dedi, dodamiz Registon haqida so'rayapti dedim. Yaxshi Registon. Men ozgina qiynalyapman dedim. Men proyekt qilyapman, meni proyektimni qabul qilmayapti bular dedi. Keyin men ham ishtirok qilay dedi o'sha proyektni. Yana bir marta qil, yana bir marta tashkillashtir dedi. Yana bir marta tashkillashtirdim. Bu avgust oyi edi. Avgust 15-chislasi tashkillashtirdim 2019-yil avgustda. Tashkillashtirib iltimos qildim o'sha payt. 17 kishi yaponlar hamma investorlar turibdi. Men avval 15 minut daqiqa menga iltimos vaqt beringlar, men gaplashay avval. Keyin sizlar savol berasizlar. 15 minut ichida undan avval O'zbekiston Respublikasi elchixonasi o'sha payt G'ayrat Fozilov elchi edilar. O'sha G'ayrat akam juda katta yordam ko'rsatgan menga. Men G'ayrat aka, men prezentatsiya qilyapman, bular meni tushunmayapti. Keling, men sizga prezentatsiya qilay, siz meni prezentatsiyamni eshitingchi. Agar siz investitsiya qilaman desangiz, demak yaponlar ham eshitadi. G'ayrat akam o'sha payt ishlari ko'p bo'lsa ham menga Ma'rufjon, keling, o'zingiz prezentatsiya qiling, eshitaman deganlar. 3-marta prezentatsiya qilganimda G'ayrat akam, Ma'rufjon, menga qarang, men o'zim ham borib investitsiya qilayman O'zbekistonga. Bu gaplarni eshitib, ana endi pishdi investitsiyam dedim. Investitsiya proyektim pishdi dedim. Keyin G'ayrat akamdan ham bir duo olib, kelib o'sha 15 minut men aytib berganman. 15 minutdan keyin hamma kulib, O'zbekistonda bog'zon bor ekan, bo'lmasa ichib ko'ramiz deb hamma qarsak chalib, proyektimni o'sha kun qabul qilindi. Keyin eng qiziq narsa bo'ldi, prezidentimiz Shavkat Miromonovich sentyabr oyida, undan oldin keldilar Yaponiyaga tashrif bilan keldilar. U tashrifda bizning eng kattamiz uchrashdilar prezidentlar. U bundan ham buyon menga bir zo'r bir fundament bo'ldi, xursandchilik, ishonch bo'ldi. O'zbekistonda o'sha loyiha 20 million dollar edi. O'sha payt endi yaponskiy yenada hisob qilsak, bir 17-8 million bo'ladi. O'shani qabul qilib, yozdirib, hammasini qilib O'zbekistonga keldim. 19-yil loyihalarimizni qildik, korxona ochdik. Korxonani ochishga yugur-chop qildik. Rosa qiynaldim boshida. Boshida rosa qiynaldim. Qiynab bu yerda yurganimda ba'zilar chiqib yer beramiz, unaqa beramiz, bunaqa beramiz, sarson qildi meni. Keyin
Toshkent shahar hokimiyatini nomidan ham gapirganda men qiziqib to'g'ri Toshkent shahar hokimiyatiga borganman. O'sha payt bizga menga eng katta bir O'zbekiston ichida ko'makchi bo'lganlar bu avval hokimiyatlar Jahongir Abidovich menga ko'p yordam berganlar. Yana hozirgi o'tirgan mehmonxona mana bu direksiyasi hokimiyat tomonidan Abdulla Qodiriy direksiyasi bo'lgandi. O'sha payt mana shu yerda mehmonxona lotlari sotilayotgan. Menga mana shu yerda Marivjon mehmonxona qursangiz ertaga Chorsu bozori tomonda mana bu joyda ham bir ish bilan ta'minlaydigan joy bo'ladi. Mana bu yerdagi mahalla odamlarga ham ish bo'ladi. Yana mana bu Olmazorda ham bir yaxshi bir chiroyli mehmonxona bo'ladi. Rayon ichida buni katta mehmonxonalardan biri bo'ladi deb menga ishonib mana shu yerda tavsiya qilganlar. O'sha narsa bilan men ana qilib oktyabrda bizlar qo'l qo'yib shartnomalarda hammasi televideniya orqali televideniydan chiqqan bu hammasi ofitsialni yerni olib bizlar ishni boshlaganmiz. Lekin eng qiyin paytlar ishni boshlaganda 2020-yil mart oyida boshlasak 15-mart esimizda bir karantin boshlandi. Karantin boshlashdan eng qiziq voqea bo'ldi. Men sizga aytib beraman. Bu nima voqea bo'ldi? Bu endi qarang, pul yo'q. Hammasi qilingan, hammasi kelishtirilgan, pul yo'q. Investitsion pul loyihadan pul kelmagan hali. 8-mart, 7-mart bilet olyapman, Yaponiyaga ketyapman. Pul yo'q, pul olishga. Borib u yerda menga qara katta xo'jayinlar tasdiq qilinganda pulni jo'nat O'zbekistonga davay qilib o'tirib 9-martda juma kuni bo'lgan. Pulni bir amallab o'tkazganmiz O'zbekiston. Keyin 18-martda qaytishim kerak edi. Lekin menga yuragimdan bor-ku. Qarangda bir rizq nasib ekan. Nimadir yuragim tezroq borish kerak O'zbekistonda. Tezroq qaytish kerak. Endi pul jo'natgandan keyin tezroq borish. Shunday biletni oldim, oylamni oldim, shunday qaytib keldim. 14-chi qaytib keldimda, 15-chi shunday karantin bo'lib ketdi, hamma joy yopilib ketdi. Yaponiyadan telefon bo'lyapti. Marivjon, yaxshimisan? Haligi ana u pulni qaytarib turmaysanmi dedi. Ay, bir damingizni olinglar dedim men. Endi bir damingizni olasizlar dedim. Men bu yerda mehmonxona quraman dedim. Mana bu yerlarni yopib karantinni qoidalariga rioya qilingan holda 1,5 yil ichida mana bu yerda borib mehmonxonani qurdik. Mehmonxona ochilishi men uchun bir juda katta bir baxtli voqea edi. Bir oy oldin mehmonxonaning nomini nima qilamiz degan gap keldi. Men dedim, qaranglar dedim. Bizlar vdохновление deb qilamiz. Mehmonxonaning nomi Inspiration. Bu bilasizmi, bir vdохновление bo'ladigan odam birdan turib bir narsa qilishni boshlaydi-ku. Bu yerda qancha qiyinchilikdan o'tib birdan inspiration bo'lyapti. Inspire-s qilamiz. S nima dedi? Endi qara dedim. Hotel Inspire-s bo'ladi. Bu nima o'zi dedi? Men dedim, endi katta ham eshityapti ana, katta yapon xo'jayinimiz eshityapti. Qani, bu logotipni men yasatyapman. Nima ekan? Mana kompaniyamiz HIS dedim. Endi dedim, shunday svechchalarni o'chirdik. Hotelni qolgan suratlari swech anaqalari podsvetkasi o'chirildi. Qoldi. Inspire'ning I qoldi, qolgani o'chirildi. S ni o'zi qoldi. HIS qoldi. Bunaqasiga endi. Bu dedi, bizning korxonamiz nomi bo'ldi. Albatta dedim. O'sha uchun Inspire S yangi loyiham bo'ladi dedim. Menga ruxsat berishni so'rayman. Ruxsat berildi. Inspire S O'zbekiston tashkil etildi. Ochdik, birinchi kun o'yladik, nima bo'ladi, turistlar kam. Bilasizmi, odamni men boshdan shunaqa bir optimist va pozitivni bo'lish kerak. O'zim qonimda ham bor, PAM degan so'z bilan hayotni yashayman. Positive mental attitude, pozitivniy mentalniy attitude, ya'ni привычка deydi. Bu narsa ichimda bor, ya'ni любой narsaga pozitivdan qaraydi. Sinib qoldi. Xo'p, singan bo'lsa, demak, bu yerda ham pozitivni o'ylash kerak. Demak, biron narsa shunga to'sqin bo'ldi. Demak, shuni o'zgartirish kerak, boshqa sinmasin. Hamma narsani pozitivnida. Men to'xta. Birinchi kun mehmonxona umuman to'lmagan. Mehmon yo'q. Biz ochildik, bayram anaqa. Keyin bir haftadan o'tib shunaqa mehmon ko'payib ketdi. Mehmonxona to'lib ketgan. O'zimiz xursand, koronavirusning endi yopilishidan keyin Yaponiya hayron. Yaponiya mehmonxonalar endi bizda mana bu 40 ta nechta mehmonxonamiz liniyada o'tiribdi. To'layotgan mehmonxonalar qaysi bir aktivniy bo'lsa tepada bo'ladi. Tepaga, 3 oydan keyin Inspire eng birinchi o'rinda turibdi-da. Hamma yaponlar hayron. Nafaqat to'lash masalasi bo'yicha, xarajatlarda ham mehmonxona xarajatlari
Koreyada 7 kishilik mehmonxona, 100 ta xonasi bor, 7 kishi ishlayapti. Bizning mehmonxonamiz 110 ta odam ishlayapti hozirgi kunda ham. O'sha payt ham shunaqa edi. Birinchi o'rinda xarajat xizmatda ham 7 kishi bilan bog'laganda baribir birinchi o'rinda turibdi. Bu nima gap bu? O'shani inobatga olib bizlar ishxona ham tushundiki, bizlar bu yerda juda yaxshi va mevali loyiha qildik. Bu loyihamiz undan tashqari qolaversa, yonimizda hozir qurilyapti. Yaqinda bitadi Islom sivilizatsiya markazi. Bu bizning yana bitta bir chiroyli mehmonlar keladigan yo'lakcha bu. Bu yerda bilasizmi, butun dunyodan odamlar keladi. Bizlar o'sha uchun mehmonxonamizni yarim tayyorlab qo'yganmiz. Mana shular uchun. Shular uchun. Hozirgi holda mehmonxonamizda 140 ta xona bor. 140 ta xonalar ichida pashsi, hozir men sizga aytaman, 70 ta xonamiz deluxe xona desangiz to'g'ri bo'ladi. Prezident xonamiz bitta bor. Undan tashqari standart xonalarimiz ham juda kichkina emas. Hammasi ishlovga bir deyarli ishlab bo'ladigan xonalar, hammasi. Hozirgi kunda mana mehmonxonamiz ichida spa bor. Spa majmuasida turistik hammomni qo'ygan bizlar. Undan tashqari Yaponlarni olib kelib, massajni salon ochgan bizlar. Yaponiyaliklar massaj salonida ishlab turibdi. Massaj salonimiz bor. Yaponiya fuqarosi. O'zi massaj salon qilyapti pastda. Trenajyorni zalimiz bor. Marhamat, ishchilarga ham bizlar ishoning, mana bu yerda ba'zi joylarda eng arzoni 2 million so'm Toshkentda trenajyorni zal. Shunday. Bizlarda tashqaridan keling, 300 ming so'm bilan bir oy trenirovka qiling. 300 ming so'm. O'sha 300 ming so'm ichida kirib, hammomga ham kiring, spaga ham kiring. Mana sizga imkoniyat. 300 ming so'm atigi. Lekin o'sha ham odamlar qilmaydi. To'laydi-da, kelmaydi keyin. Bir ikki marta keladi, bizlarda endi nima qilamiz? O'zim shunaqa. Vaqtim bo'lmaydi, pastga tushib bir 5 minut trenirovka qilish. Endi bilasizmi, hayotda odam ko'proq uncha ish bilan bo'lib qolar ekan. Xullas, mana shu bir katta yutug'imiz bor. Buni hozir nafaqat mehmonlarga, tashqarida ham shunaqa 300 ming so'm. Tepada birinchi etajda mana konferensiyalarimiz hozir bitta edi. Mehmonlar bu yerda to'plab joyimiz yo'q edi. Mana bir nimadir anaqa qildida, mana bu yerda bitta kichkina ochiq bir joyimiz bo'lardi. Mana shu ochiq joyimizni yopib 200 kishilik konferensiya yasadik yana. Bu yerda ham hujjatga rosa qiynaldik-da, lekin qildik. Hozirgi holatda konferensiyamiz 4 ta bo'ldi. Bu yerda ham yonimizda ham sigaret chekadigan joyni yopib tashlab konferensiya qilib tashladik. Ana endi konferensiyalarimiz ham bor. Qolaversa mana bu yerda ana kichkina to'y ham qilib beramiz. Ishchilarga ayting, mana kichkina to'y programmalari ham qilib beramiz. Hozirgi kunda mehmonxona 100% ishlab turib, 110 ta kishi mana bu yerda o'z haqqini, o'z rizqini halol mehnat qilib topyapti. Mehmonxonani o'sha payt qiymati, umumiy qiymati yer bilan olganda bir 16 millionlar ketgan. Lekin hozirgi kunda o'sha yerni o'zi 5 barobar qimmat bo'lgan. Hozirgi unda mehmonxonani qurish bir 5 barobar qimmat. Vaqtida olib qolgan ekan. Hozir bu mehmonxonani umumiy narxi 60 million desam ham arziydi. Arziydi. Nega deganda bu yerda biznes plan bor. Bu yerda ishlayotgan mehmonxona. Lekin bizda sotish niyatimiz yo'q. Bizlar albatta mehmonxonani kengaytirish niyatimiz bor. Endi bitta g'oya kelyapti. Yangi Yaponiyada qilgan mehmonxonamni O'zbekistonda ham qilaman degan hozir g'oya bilan yuribman. Yaqin orada bir zo'r, Xudo xolasa nasib qilsa, yana bitta siz bilan intervyumizda sizda yangi mehmonxonada o'tirib, o'sha paytda siz bilan yana gaplashamiz degan niyatim bor. Nasib inshaalloh. Xullas, mana shu kungacha kelganda juda ko'p odamlar bu yerda yordam bergan. Yana Toshkent shahar hokimiyati o'sha paytlar juda katta yordam bergan. Investitsiya vazirligi juda katta yordam bergan bizlarga. Qolaversa turizm vazirligi ham juda katta yordam bergan. Bu yerda mana shularni doim yordamlarini bizlar hech qachon unutmaymiz. Bizlarda mana bu yo'limizda yo'l ochib bergan, menga mana Yaponiyadan qaytib kelib, O'zbekistonda o'z vatanimga mana bunaqa bizneslarni qilishga yo'l ochib bergan prezidentimizga minnatdorchilik bildiraman. Va mana bu fursatdan foydalanib, mana shu videomizni yoshlar ko'rsa yoki investorlar ko'radimi yoki mehmonxonachilar ko'radimi, ochiq oydin aytaman. O'zbekistonda hozir butun kuchini qo'yib mana shu yerda harakat qilishimiz kerak. Mana shu vatanimiz uchun yanada ham o'zimizni kuchimizni ayamasdan bugun nima qilsam birovga yaxshi bo'ladi.
birovga yaxshi qilish bu vatanga yaxshi qilish degani. To'ppa-to'g'ri. Bilasizmi, men 15 yil boshqa chet el davlatlarida yashab, faqat chet el davlati uchun harakat qilib, mehnat qilganman. O'z vatanim uchun mehnat qilish mana shu g'oyalarim ichimda to'plab keldi. Ana endi mana shuni hozir endi qarang, oilam Yaponiyadan kelgan. Endi oilamni bu yoqqa olib kelgan. Endi bolalarim mana bu yerda o'zbek tili, rus tilini bilib, hozir mana bu yerda bilasizmi, jamiyatimiz shu darajada zo'rki, bizlarda bunaqa millatchilik degan gap yo'q. Bizlarda azaldan ko'p millatli xalq bo'lgan bizlar. Qolaversa, ikkinchi urushdan oldin 17 ta farzandni har xil millatlardan olib o'zbek odamni katta qilgan. Bu narsalar azaldan qonimizdan bor. O'zbekning yuragi keng. O'sha uchun bizlar Xudoga shukr hali bundan ham zo'r. Qolaversa, men emas, boshqa o'zbek, boshqa bir anaqa akalar bundan ham ko'p ishlarni qilyapti deb men hozir bilib ko'rib turibman. Bundan ham zo'r narsalar bo'ladi deb o'ylayman. Hammasi xalq, vatan uchun bo'lyapti. Keyin hozir kunda mana siz bilan o'tirgan mehmonxonamiz yillik to'layotgan foizini ochiq oydin aytaman, где-то 65-70% to'layapti. Bu juda yaxshi ko'rsatkich. Turizm oqimi bilasizmi, men ham mehmonxonachi sifatida, ham yana tur operator sifatida aytaman. Bizlarda hozir mehmonxona ichida ham bizlar tur operatorda o'zim ishlaganim sababi mehmonxona ichida ham tur operator xizmatini ochib qo'ydik. Bizning mehmonxonamizda turist biletni boshqa joydan borib olmaydi. O'zimiz ichida tur operator bor, o'zimiz ichida bilet oladi, o'zimiz ichida mashina zakaz qiladi, o'zimiz ichida avtobus bilan turlarni qilib beramiz. Undan tashqari suvenir magazinimiz bor, 24 soat mashinani arenda beradigan shopchamiz bor. Hamma narsa o'sha yerda. Qolaversa, elektromobilda kelsa, mana zaryadniy stansiyani tayyorladik. Mana shu yerdan ketmasinlar. Hammasi o'zingizniki. Hammasi pishiriq ham o'zimizdan. Pishiriq o'zimizdan. Xullas, bilasizmi, o'zimiz qilsak o'zimizga yaxshi. Bu ishchilarimizni har bitta bo'lim, mana mehmonxonada bir 7-8 ta bo'limimiz bor. Har bitta bo'lim rahbari individualni o'zini mas'uliyati bilan mehmonxonaga qaraydi. Bu yerda tepasida turib, buni qil, nega qilmayapsan? Buni qil degan gaplar yo'q. Shunday. O'shani inobatga olsak, Xudoga shukr, mana hozir turizm ham keskin ko'paytirib, turistlar soni ko'payapti. Korona paytida ishonasizmi, 4,5 million, 4 million 600-700 edi. Keyin 5 millionga oshdi. 22-yil, 23-yil 6 millionga oshdi. Hozir 27-yil, 24-yil 6 million atrofida ketib, turistlar soni hozir bilasizmi, mana bu meni fikrimcha hozirgi kunda agar bizning tarixiy boyligimizda inobatga olingan holda, mana bularni butun dunyoda hozir bizlar reklama qilyapmiz. Eng tinch davlat sifatida, eng tinch vatan sifatida, ya'ni mamlakat sifatida bizlar tan oldik. Mana buni ham inobatga olsak, turistlar oqimi hozir 6 million, 7 million emas, 10 milliondan 20 millionga oshadi degan umiddaman. Lekin nafaqat bu, men uverin aytyapman. Bu 20 milliondan oshib ketadi. Lekin bizlar o'zi turizmni rivojlantirish uchun qiladigan ishlarimiz ham bor. Nima ishlarni qilishimiz kerak? Turistlarni qabul qilish uchun mana bunaqa joylarni shakllantirishimiz kerak. Joylar birinchi o'rinda shakllantirish kerak. Ikkinchi o'rinda o'sha joylarda xizmat qiladigan odamlarni sifatini yaxshilash. Ularni kadrlarni tayyorlashimiz kerak. Kadrlar juda katta rol o'ynaydi. Bizlar mehmonxonamiz bilan bir yangi dual ta'limiga juda aksiyani qo'shdik. Dual ta'limi yoki menga ham kerak emas degan gapirsam arziydi, lekin u menga kerak. U vatanimizga kerak. Dual ta'limi nima qiladi? Dual ta'limi prezidentimiz qarorlari bilan chiqqan bir yangi farmon, mehmonxonani, ya'ni mehmonxona emas. Mana bu o'qiyotgan student o'zini faqat o'qishda emas, haqiqatan ham ish joyida ham o'zini praktikasini o'tishi kerak. Mana hozir bizlarda universitetlardan dual ta'lim asosida kelib, mana bu yerda o'rganyapti studentlar. Ertangi kelajakda mayli bizga zo'r ishchi bo'lsa ham, qanaqa ishchi bo'lishidan qat'iy nazar, bizga ishga ham qabul qilamiz o'shalarni. O'shaning kelajagi biz uchun muhim. Ular boshqa joyda ham borib ishlasa mayli. Asosiy narsa faqat daftar ruchka bilan bo'lmas ekan hayotda. Ishlash kerak. Haqiqatan ham o'sha ishni bilish kerak. Xizmat ko'rsatishni bilish kerak, gapirishni bilish kerak. Mana shuni bizlar hozir dual ta'limga bir to'g'ridan to'g'ri hozir bir necha universitetlar bilan ishlab, studentlarni chaqirib, mehmonxona haqida prezentatsiya qilib, ularni ish bilan kelajakda ta'minlashda, ishni o'rganishda. Mana bu yerda praktika asosida bitirguncha mana bu yerda hozir kelib 6 oy, 7 oyga ishlab ketyapti studentlar. Bizdan ishchilarimizdan tashqari. Xo'p, mana shunaqa narsalar qildik. Endi bu hozir bo'yna aytganimizdek turizmni rivojlantirish uchun kerakli narsalar bu mehmonxonani ko'paytirish, kadrlarni yaratish juda ham muhim narsa. Transport vositalari.
transport vositalar va transport yurgan yo'riqlarni yo'lga qo'yish. Bu juda kerakli narsalardan biri. Transport, sifatli transport vositalari va sifatli yo'lakchalar. Shahar ichidagi hojatxonalarni yana ko'paytirish. Nega deganda bilasizmi, bizlarda iqlim 4 ta fasl bor. Sovuq payti juda sovuq, issiq payti juda issiq. Ya'ni juda issiq 50 gradusli paytda bizlarda borganda hojatxona yonida ozgina o'tirib dam oladigan maskanlar, ya'ni soya pastida bir o'tirib quyosh urmaydigan joylarni tashkillashtirish. Ularning yonida bir ozgina bo'lsa ham bir sharbat, anaqa narsalar, bizga rohatijon degan narsalar bo'lardi. Esingizda bo'lsa, mana shu rohatijon o'zimizning o'zbek millatimizni, o'zbekchiligimizni ko'rsatish. Mana shunaqa narsalarni yaratish. Eng muhim narsa turistlarni kelib ketishini ixchamlash, ularni xarajatini kamaytirish. Ular o'zi kelishi o'sha daromad yurtimiz uchun. Ulardan hozir olayotgan turistik solig'ini mutlaqo olib tashlash kerak. Endi bu bilasizmi, bu juda katta masala. Soliq bu albatta kerak narsa. Soliq davlat qachon boy bo'ladi? Qachonki soliq ko'proq to'lansa. Soliq bu kerakli narsa davlat uchun. Lekin bizlar soliq to'laylik, turistlarni qo'yib qo'yaylik. Turistlar o'zi pul tashlab ketadi. O'sha pul xizmatdan soliq to'lasa mayli. Bizlar ko'pincha mana bu turistik zborlar hozir paydo bo'lgan, o'sha zbor butun dunyoda ham bor. Lekin bizning yurtimizda turistlar sonini 40 milliondan 50 million, 100 milliongacha qilish uchun turistik soliqlarni bekor qilish kerak. Ammo bizlarda hozir qilayotgan mana bu 4 ta narsaga xarajat kerak. Xarajat kerak. Bizlar hozir mehmonxona qurish uchun bu yerda byudjet kerak. Investorlarni jalb qilish juda katta bu yerda bir rol o'ynaydi. Investorlarni qancha jalb qilsak, shuncha zo'r bo'ladi. Investorlarni jalb qilish uchun esa bizlarda hozir qilayotgan mana prezidentimizning farmonlari bilan juda ko'p investorlarga mana asosan mehmonxonaga juda zo'r bir sharoit yaratib berilyapti. Mana shunaqa narsalar zo'r ishlayapti. Lekin faqat investorlar emas, o'zimiz ham harakat qilib mana bu hozir mehmonxonalarni o'zimiz kuchimiz bilan qurish, yo'riqlarni mana bu bilasizmi, Samarqand Toshkent mashinada borsangiz, avtobusda borsangiz 5 soat borasiz. Samarqand bilan Toshkent o'rtasidagi yo'lni 2 soatga kamaytirib, maksimum 2,5 soatda boradigan tez yo'lakni qilish. Mashinada borish. Bilasizmi, bu juda vajib narsa. Samarqand, Toshkent, yana keyin Buxoro, Urganch, yana Xiva, bu turistik maskanlar. Bu bizlarning boyligimiz. Bular bizning o'zimizni davlatimizga olib kelayotgan juda katta bir daromadning juda katta bir qismini tashkil qiladi. O'sha uchun mana bu yerda maksimum turistlar uchun qilish, bu o'zimizning vatandoshlarimiz uchun qilishdir. Qancha turistlarga usloviya, sharoitlar qilsak, shuncha bizning ishchilarimizga ham ish joyi yaratiladi, shuncha anaqa bo'ladi. O'sha uchun turizmni rivojlantirish uchun bu yerda hozir juda kerak narsa mana shu 5 ta narsani aytib o'tdim. Lekin har bittasi dolzarb masala, har bittasi. Mehmonxonalarni ko'paytirishda mayli, bu yerda investorlar kuchi bilan harakat qilamiz va hozir mana start berildi. New Seoul Moon tomonidan 23 ta yangi mehmonxona barpo qilinadi. Xo'p, 23 ta mehmonxona barpo qilayotgan bo'lsak, kadrlar qayerdan topiladi bu yerda? Bilasizmi, mehmon kelib yaxshi xizmat ko'rsatmasa, mehmon ikkinchi marta kelmaydi. Mehmon kelish maqsadi, mehmonni bizlar azaldan zo'r kutib oladigan odatimiz bor. Liboy Samarqanddami, Toshkentdami bir ko'chada yuring, shunday kelib mehmon qiladi o'zbek xalqi. Xuddi shuni международный standartda to'g'ri yo'l bilan o'rgatish kerak. Lekin 23 ta mehmonxona emas, 50 ta mehmonxona ochilsa, kadr bo'lmasa nima qiladi? Shunday. To'g'rimi? Endi bizlar bitta mehmonxona rahbari bunaqa katta o'zi gaplarni aytdik. Bularga biz faqatgina bitta mehmonxonamiz tomonidan hissamizni qo'shamiz shunga. Hissamizni qo'shamiz. Bizlar hissamizni qanday qo'shamiz? Mehmonga yaxshi xizmat ko'rsatib, mehmonning qaytib kelishini bizlar ta'minlab beramiz. Shunday. Qolgani endi davlatdan. Shunday. Bizlar bir kichkina odammiz. Shunday. Biz o'zimizdan boshlab bo'ldik deng shu harakatni. Shunaqa. Shunday. Xullas, bilasizmi, men qisqa lo'nda qilib sizga hozir mana bu intervyumizda shu mehmonxona o'zimni tariximdan boshlab mehmonxonagacha kelib, bundan tashqari turizm, turoperatorство и turizmni rivojlantirish haqida ham gapirib o'tdik. Endi savol bersangiz, xursand bo'laman. Rahmat. Agar qolgan bo'lsa, savolim qoldi. Bu mehmonxonadagi hozirgi kundagi narxlar qanaqa hozirgi? Rahmat.
Juda yaxshi savol bo'ldi. Mehmonxonamiz narxini sezonga moslab qilyapmiz. Ya'ni O'zbekistonimizda sezon bor, bilamiz. Yanvar va fevral eng eski sezon hisoblanadi. Undan tashqari bu nega eng eski sezon? Eng sovuq paytlar bo'ladi. Sovuq paytda turist kam keladi O'zbekistonda. Va issiq paytlar iyun oylari juda issiq bo'ladi. Bu yerda turistlar soni bu yerda ham lekin qarash kerak. Lokatsiyaga qarab. Bizning lokatsiyamizda mana shu ikkita oydan 4 oy umumiy holda turistlar kam edi. Mana shu 4 oy bizlarda hozir skidkalar bilan bir kishilik xonani 600 ming so'mga beryapmiz. Plus turs bor. 2 kishilik xona 800 ming so'm. 800 ming so'm juda yaxshi narx. Juda yaxshi. Vizokistonda 1 milliondan qilib qo'yganmiz. Vizokistonda 1 million. Nega unaqa narx deganda bilasizmi? Hozir juda qimmat qilib qo'yish ham to'g'ri kelmaydi. Mana hozir bizlar aytaylik, keling, men sizga Toshkentdagi eng zo'r mehmonxonalarni aytay. Masalan, eng zo'r mehmonxona hozir bizlarni Toshkent ichida sразу aytaman, 5 yulduzli mehmonxona kam, Intercontinental yangi ochilgan mehmonxonasi birinchi o'rinda turibdi. Ikkinchi o'rinda xizmat ko'rsatish sohasida ham qaraganda Hilton mehmonxonasi. Bu yerda mana bu ikkita mehmonxonalar narxlari ham o'ziga xos va xizmatlari ham zo'r. Ha, endi bizning mehmonxonamiz hozir 4 yulduzlikka ega bo'ldi. 4 yulduz xizmatini ko'rsatyapmiz, lekin narxlari ham asta-sekin mana hozir bizlarda ko'rib turibmiz, siz ham ko'rib turibsiz, mana hozir elektr energiya narxi oshdi. Umumiy holda narxlar oshyapti. Hamma narsa oshyapti. Mana shunga moslab bizlar ham narxlarini asta-sekinlik bilan oshiryapmiz. Nega deganda bizlar ham to'layotgan oyliklar ham oshishi kerak. Hammasi oshishi kerak. Narx oshib turib oylik oshmasa, ishlayotgan odam o'z oilasiga yetarli mahsulot olib bormaydi. To'g'ri. Ya'ni oddiy mashinaga yetarlicha benzin qo'ymasangiz, borib maqsadigacha, uyigacha borib yetmaydi degan gap. To'g'ri. U yerda 60 litrli bak bo'lsa, ya'ni 6 kishi bo'lsa oilada, har bittasida 10 litrdan benzin ketadi, ya'ni narsa ketadimi, yoqilg'i ketadimi? Bu yerda ham har bitta odamga kerakli miqdorda 1 millionmi, kamida bir oylik 5-6 million bo'lishi kerak. Hozirgi holda kamini aytyapman. Kamini, to'g'ri. Bu normalroq hozir. Lekin bizlarda Xudoga shukr, oyliklar bo'limlar rahbarlari ham yaxshi oylik topishadi. Qolaversa bizlarda yiliga bir marta bonus beriladi ishchilarimizga. Bilasizmi, bular hammasi xizmatni yaxshi ko'rsatganimiz uchun. Bizlar rag'batlantirish kerak ishlarga qarash kerak, rag'batlantirish kerak. O'sha uchun mana shunaqa holat. Xullas, boyagi gapga, savolingizga qaytsam, 800, 600, 800 juda arzon. Bunaqa mehmonxonada juda arzon. 1 million 200 bu mehmonxonaga juda arzon. Lekin hozirgi holda mana bu narxlarni bizlar sezonnis bilan zaполняемосga qarab sotyapmiz. Hozir endi mana bu yil 25-yil dekabrgacha visoki sezon, ya'ni mart-aprel oylari polni mehmonxonamiz to'lgan. Mehmonxonamiz to'lgan. Bu juda bizlarni xursand qiladi. O'sha to'lgani uchun bizlar kelayotgan yangi mehmonlarni kutib olishga tayyorgarlik ko'rishimiz kerak. Ya'ni yana qayta aytyapman, treninglar o'tkazish, mehmonlarni yaxshi kutib olish, mehmonlar savollariga, mehmonlar qilayotgan gapini prosta eshitish emas, ularni eshitish kerak, bilish kerak. Ular aytgan gapidan keyin mana bu yerdan suv chiqmayapti og'ayni desa, o'sha nega suv chiqmayapti? Negadir buzib qo'ygan o'sha joy. Yoki bir narsa bo'lgan, o'shani borib qabul olish kerak. Bu yerda bir vannada nimadir bo'lgan yoki eshik yaxshi ishlayapti, demak eshikni to'g'rilash kerak. Choynikdagi suv qaynamayapti, demak choynikni almashtirish kerak. Endi bilasizmi, mana shu salat choynik, mana shu kichkina narsani aytyapman. Bizlar mehmonxonachi. Biz shunaqa kichkina narsalarga e'tibor beramiz. Oddiy narsa, xonaga kirdingizmi, xolodilnikingiz, kichkina xolodilnikingiz yaxshi ishlashi kerak. Shunday. Siz suv olib kelgansiz o'zingiz bilan. O'sha suvingiz muzlamasa, xolodilnikka qo'ygansiz, nastreniya buziladi. Shunday. Mehmonxonaga kelib, shuncha pul berib, xolodilnik suvingiz sovuq bo'lmagan. U yerda nastreniya buziladi. Shunday. Qaytib kelish bo'ladi. Keyin odam nima bo'ladi? Xursand bo'lmaydi. Pastga tushadi, bitta muammodan ikkinchisi paydo bo'ladi, uchinchisi paydo bo'ladi. Mehmon ketayotganda, ketdiman dedi. Nafaqat mehmonxona, bu kelmayman bu joylarda boshqa dedi. O'sha uchun hamma mehmonlar, mana shu fursatdan foydalanib hammaga aytaman. Kim mehmonxonada ishlamayotgan bo'lsa, hammaga mehmonlarga yaxshi qarash kerak. Mehmonlarni bir o'zimizni bilasizmi? Bizlarga meros qoldiradigan dodamizga qanday qaraymiz? Amakjon, jigarjon deb
jigar deymiz-ku, mana shunaqa qilib qarashimiz kerak. Shunday, Ishoning, mehmon xursand ketadi. Qaytib kelishi ham esda qolarli bo'ladi. Men shu jigarim deb qarash kerak. Lekin shu bilasizmi, mana shu narsa borda. Menga mana shu odam meros qoldiryapti desangiz, ketdi. Bundan xizmatni ko'rsatmadi, mana shunday qilib turadi, borku. Shunday, albatta. Ishoning, mana shunaqa. Mana shuni his qilishimiz kerak. Hamma mehmonlardan iltimos, hamma mehmonxonalardan yaxshi qaranglar. Mehmondo'stlik, mehmonlarga kulib, yaxshi kutib olib, ularga qancha stress bo'lmasa ham mehmon bilan million gapirish kerak. Bu bizlar har kun mana ishchilarimizga aytadigan gap. Buni hamma mehmonxonalarga, har bitta даже rahbarlarga ham aytaman. Ko'pincha men ko'rgan vaqtida ko'rardim rahbarlarni. Kimdir u rahbarni xafa qilgan. Yurib shunday qilib yuradi. Kimdir undan qarz olganga o'xshaydimi? Har rahbarsan, odam bo'l. Odam bo'l, odam. U yashayapsan, unday qilib yuradida. O rahbarliging bir tinga qimmatli odam bo'lmasa odam. O'sha uchun men birovga tegib emas, aytayapmanki, o'zimizning ishchilarimizga ham aytaman. Bir xil yuraylik. Mehmonlarga xizmat ko'raylik. Nasrayni ko'tarib kulib yuraylik. Mana shundagina hammasi yaxshi bo'ladi. Hammasi yaxshi bo'ladi, rahmat sizga. Endi keyingi savolingiz bo'lsa ayting. Juda eng qizig'i hammaga, mehmonxonachilarga ham, tomoshabinlarga ham juda qiziq. Yillik daromad qancha eng baland tarixida, misol 3 yillik 3 yoshda hozir? 3 yoshda. 3 yoshda. Ochiq qo'ydan aytaman, bizlar mehmonxonamizda hozir mana soliqlar ham to'lab kelinadi. Bizlarda juda ham mana bu daromadli anaqalar shunday statistikani ko'tarsangiz agar soliq inspeksiyasidan ham ko'riladi. Bizlarda bilasizmi, bir yilda где-то agar bizlar umumiy qilib aytganda primerna savdo 45-50 milliard atrofida bo'lsa, o'shandan bilasizmi bir где-то 12 milliarddan 12 milliard, undan 12 milliard sof foyda soliqlangan qoladi. Bu juda katta ko'rsatkich. O'zbekiston sharoitida hozir ham harakat qilsa, yaxshi natijaga erishsa bo'ladi. Ishoning, bu O'zbekistonda bunaqa imkoniyat berish, bunaqa sof foyda ko'rish, bu boshqa davlatlarda yo'q bunaqa narsa. Shunday. Ishoning, bunaqa imkoniyatlar, bunaqa sharoitda yaratib bergan yurtboshimiz, prezidentimizga minnatdorchilik bildiramiz. Qolaversa, bizlarni yaponlarimiz ham mana shunaqasiga minnatdorchilik bildiradi. Bizlar minnatdorchilik bilan nega deganda, ochiq qo'ydan aytaman, bunaqa sharoit, bunaqa imkoniyatlar yo'q. Bizlar hozir o'zimizni kuchimiz bilan ishlagan, mehnat qilgan pulimiz bilan ikkinchi loyihani boshlamoqchi bizlar. Inshaalloh. O'zimizda ishlagan, mehnat qilgan pulimiz bilan. Inshaalloh. Xudo xolasa. Xudo xolasa, yangi mehmonxonamiz. Inshaalloh. Kelib turaylik. Rahmat. Hayotda hamma narsa o'z vaqti bilan kelar. Sen yana ko'p o'ylama, yuragingga eshitib yasha, maqsad sari yo'lda o'zingni aldama. Kuchingni yo'naltir to'g'ri tomonga. O'z qo'limizda, xatolarimizdan o'rganamiz, yangi kunga qadam bosamiz. Atrofingda ovozlar yana seni chalg'itar, lekin yechimlar va javoblar faqat dilimizda bo'lar. Maqsad sari yo'lda o'zingni aldama, kuchingni yo'naltir to'g'ri tomonga.